Assalomu alaykum. Hozir brizerimizni strumpka bo'ldi. Brizerimizni mustahkam, o'ta qotirli g'ishga bu. Mana teshiga to'g'ri kelyapti. Bu apparatning klapani. Bu Xion 4S Family. Xo'p, bu anavlari, filtrlari. Bu toza ikkita filtr. Bu grubiyachiskiy filtr. Buni yuvsa bo'ladi har bir oyda. Bu HEPA har 6 oyda almashadi. Qo'ying. Uгольный filtr har 1 yilda almashadi. Решетkalarni. Nosiga. Doğru. Evet. Tayyor brizimiz. Böyle koç. Mana. Brizerimiz bu tokda ishlaydi. Mana tok kabeli. Xo'p, remont paytlarida remont qilinayotgan joylar bo'lsa, brizer qo'ysa, например, orqasiga skritay montaj qilib ketsa bo'ladi brizerlarni. Hozir men bu pastdan kelib, mana bunaqasiga ulanadi, balki. Bunda bo'lmaydi, tayyor.